Mana hasheli berining hachu qilib berib tashlaganmiz. Xohlagancha yedi. Endi buni drabilka qilib berish kerak. Yoki mana bunaqa zo'r joyda oldik. Kichkina razmergacha maydalab tashlayapti. Faqat vaqt bo'lmadi, o'shaning uchun mana bunaqa butunligicha tashlab yubordik. Xohlagan paytda yeyveradi berining hachu. Mana suvimiz ham 200 litrli 400 litr berining hachu kelib mazza qilib pishishaveradi. Yemimiz ham shu ahvol. Mana to'la oxir berining hachu. Ertalab bosib berib qo'yamiz. Kechgacha yedi, kechga holatni ko'ramiz. Agar yem kamaysa yana beramiz. Shunaqa to'ldirib boqamiz. Oldida ovqat tursa stressga tushmaydi, passiyani ovqat bo'lib tursa. Bir xil bo'kib qoladi deyish mumkin, bo'kmaydi bu. Bular me'yorni yeydi, bo'lib qolgani qoladi. Mazza qilib yotishibdi.